Vokzaldan ichki ishlar ko'chasiga olib boruvchi yo'l ta'mirlandi, bildingiz. Endi mana yo'l chetlari, asfalt chetlari tadbirkorlar tomonidan mana chiroyli burchatkalar bosilyapti. Aholi tomonidan kimdir asfalt qilyapti, kimdir betonlayapti. Anchadan beri ishlamay turgan bu mehmonxona endi yaxshigina oshxonaga, restoranga aylantirilyapti. Demak, ishlar 80%, 85% oxiriga yetkazilgan. Ozgina pardoz-andoz ishlari, tartibga keltirish ishlari bo'lsa, yana bir chiroyli loyiha, yana bir chiroyli xizmat servis sohasi ishga tushadi. Ya'ni hamma narsa tayyor, ozgina tartiblash ishlari qolgan. O'zi juda ham chiroyli holatda. Bunday joylar obod bo'lish kerak. Bunday joylarda demak yangi ish o'rinlari yaratiladi. Demak, servis xizmati ortadi mana. Qarang, qanday joy edi, qanday joyga aylanyapti. Rahmat shu tadbirkorlarga.